Odamni ko'pligini qarang. Salom Namangan, bugundan Mittivoyni Namanganda yangi filial ish boshladi va ochilish munosabati bilan katta chegirmalar e'lon qilingan. Hozir narxlari bilan birga tanishtiraman. Shimlar 29 ming so'm, shortikchalar 9 ming so'mdan, futbolkalar 19 ming so'mdan. Xohlagan rangingizdan bor ekan. Mana shunaqa duvoykalar narxi 43 ming so'mdan ekan. Shirinligini qarang buni. Qiz bolalar uchun pijamalar 29 ming so'mdan ekan. Assortiment ko'pligini ko'ring. Bu tomondagilari 19 ming so'mdan. Farzandingiz futbolga qiziqishi aniq. 29 ming so'mga Husanovning formasini olib bering. Futbol butsalarni 59 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. 31-36 o'lchamdagi mana shunday qiz bolalar oyoq kiyimlari 49 ming so'mdan. Shirinligini qarang buni. 5-8 yoshli qizchalarga ekan. 49 ming so'mdan narxi. 29 ming so'mdan. Bular 21 ming so'mdan. Qo'limdagilari esa 11 ming so'mdan. Xullas chegirmalarni sanab charchab ketdim. Do'kondagi 10 ming turdan oshiq mahsulotlarning katta qismiga chegirma e'lon qilingan. Faqatgina ochilish munosabati bilan, ya'ni 26, 27, 28-iyun kunlari Namangan shahridagi Shodlik savdo majmuasining 2-qavatida ochilgan Mittivoy bolalar supermarketining yangi filialiga kelasiz va mana shunday narxlarda farzandingizni bemalol kiyintirsangiz bo'ladi.